Nega Aleksandr Makedonskiy Xorazmga yurish qilmagan? Aleksandr Makedonskiy dunyoning katta qismini zabt etgan bo'lsa-da, u Xorazmga yurish qilmagan. Bu qaror tasodifiy emas, balki bir nechta muhim omillar bilan bog'liq edi. Eng asosiy sabab urushga hojat qolmaganigidir. Miloddan avvalgi 4-asrda Xorazm hukmdori Farasman Aleksandr bilan to'qnashuvni emas, diplomatik yo'lni tanlagan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Farasman elchilar yuborib, Aleksandr bilan sulh va tinchlik munosabatlarini o'rnatgan. Bu holat Xorazmni urushdan asrab qolgan va Aleksandr uchun bu hududni darhol bosib olish zaruratini yo'q qilgan. Bundan tashqari, Xorazmga borish geografik jihatdan ham murakkab edi. Keng cho'llar, Amudaryo atrofidagi og'ir sharoitlar va uzoq masofa katta qo'shin uchun katta xavf va katta xarajat talab qilardi. Xorazm o'sha davrda kuchli va mustaqil davlat bo'lib, mahalliy aholi urush sharoitiga moslashgan edi. Aleksandr esa ayni paytda Saudiyona va Bahridagi qo'zg'olonlarni bostirish bilan band bo'lib, qo'shini ancha charchagan edi. Yana bir yangi front ochish, ayniqsa Xorazm kabi qudratli va keng cho'l hududlari bilan himoyalangan davlatga qarshi urushish strategik xato bo'lar edi. Aleksandr Xorazmni zabt etishdan ko'ra, u bilan tinchlik o'rnatishni afzal ko'rgan. U unga orqasini shimoliy chegaralarni xavfsizlantirib, bor kuchini Hindiston yurishiga qaratish imkonini bergan. Xorazm esa o'zining elchi diplomatiyasi tufayli vayronagarchilikdan omon qolgan va mustaqil davlat sifatida rivojlanishda davom etgan.